Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, kanalimizga xush ko'rdik. Mana bugungi videomizda men sizlarga yana bir etikcha penetkaning to'qilishini ko'rsatmoqchiman. Bu penetkamiz 3 oylikdan 6 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlarimizga to'g'ri keladi. Mana demak to'qishni boshladik. Bu penetkani to'qish uchun bizga ikki xil rangdagi ip kerak bo'ladi. Sizlar albatta xohlagan ranglardan foydalanishlaring mumkin. Demak, bu 100 grammlik iplarda 300 metr. Menga esa mana 3-raqamli kruchok ham kerak bo'ladi. Demak, xohlovchilar bo'lsa, mana hozir birgalikda bu penetka etikchamizning ikkinchi poyini to'qiymiz. Mana demak, biz hozir penetkamizning tag qismini to'qiymiz. Buning uchun kruchok yordamida hozir 15 ta zanjir to'qib olishimiz kerak bo'ladi. 1 2 3 4 5 mana 15 ta zanjirni to'qidim. Endi birinchi qatorni to'qiymiz. Mana bu joyda o'rtada bitta zanjirni tashlab, ikkinchi zanjirimiz ichidan biz ikkita nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Bitta, xuddi mana shu zanjirimiz ichidan ikkinchi nakitsiz ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Endi qolgan 6 ta zanjirimizning har birining ichidan bittadan nakitsiz ustunchalar bilan to'qiymiz. Demak, birinchi nakitsiz ustuncha, keyingi zanjirimiz ichidan ikkinchi ustunchamiz, uchinchi ustuncha, to'rtinchi, beshinchi va 6-chi nakitsiz ustunchamizni mana to'qib chiqarib oldik. Endi o'rtada yarim ustuncha to'qiladi, faqat bitta. Mana bitta yarim ustuncha to'qiymiz. Mana. Endi keyingi 5 ta zanjirimiz ichidan biz bir nakitli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta va oxirgi 5-chi nakitli ustunchamizni to'qib qo'yamiz mana. Endi oxirgi zanjirimiz qoldi. Bu oxirgi zanjirimiz ichidan biz 6 ta bir nakitli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Demak, mana birinchi ustuncha, ikkinchi ustuncha, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi va 6-chi bir nakitli ustunchamizni mana to'qib chiqarib oldik oxirgi zanjirimiz ichidan. Endi bu tomonda ham mana hozir boshidagi mana bu 5 ta zanjirimizning har birining ichidan bittadan bir nakitli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Demak, mana birinchi zanjirimiz ichidan birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingi ikkinchi zanjirimiz ichidan ikkinchi ustunchamizni, mana bu ortiqcha ipimizni to'qish jarayonida demak orqa tomoniga yashirib ketamiz. Uchinchi ustuncha, to'rtinchi va beshinchi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana 5 ta ustunchalarni bu yon tomonda to'qidik. Endi o'rtada bitta yarim ustuncha to'qiladi. Mana yarim ustunchamiz faqat bitta. Endi qolgan 6 ta zanjirimiz ichidan biz nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Har bir zanjirimiz ichidan bittadan nakitsiz ustunchalar to'qiladi. 2 3 4 5 6.
Mana endi qator boshida mana bu birinchi zanjirimiz ichidan ikkita naketsiz ustunchalar to'qib chiqargandik. Endi xuddi mana shu zanjirimiz ichidan biz yana ikkita naketsiz ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Bitta, ikkita. Va mana bu qatorimiz boshida bitta zanjirimiz bor. Mana shu zanjirimiz ichiga birlashtiruvchi petlar bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana birinchi qatorimizni to'qib oldik. Endi ikkinchi qatorni to'qiymiz. Birinchi qatorni to'qishda, qator boshida biz bitta zanjirimiz ichidan boshida ikkita naketsiz ustunchalar to'qib chiqqandik. Mana shu joyda ikkita naketsiz ustunchalar bor. Demak, har birining ustidan biz ikkitadan bir naketli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir to'qiymiz. Mana birinchi naketsiz ustunchamiz ustidan ikkita bir naketli ustunchalar to'qiladi. Mana birinchisini to'qidim. Xuddi mana shu ustunchamiz ustidan yana bitta to'qib qo'yamiz. Endi keyingi ikkinchi naketsiz ustunchamiz ustidan ham ikkita bir naketli ustunchalar to'qiladi. Bitta, ikkita. Mana demak, ikkita naketsiz ustunchalarimiz ustidan ikkitadan bir naketli ustunchalarni to'qib chiqdik. Endi yon tomonida biz 12 ta bir naketli ustunchalarni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan naketli ustunchalar to'qiladi. Mana ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Mana yon tomonida 12 ta naketli ustunchalarni to'qib chiqdik. Endi birinchi qatorimizda mana bu oxirgi zanjirimiz ichidan biz 6 ta naketli ustunchalarni to'qib chiqqandik. Endi mana shu har bitta ustunchalarimiz ustidan ikkitadan naketli ustunchalar to'qib olinadi. Mana shu 6 ta ustunchalarimizning har birining ustidan ikkitadan bir naketli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana birinchi ustunchamiz ustidan ikkita ustunchalarni to'qidik. Keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita naketli ustuncha to'qiladi. Mana uchinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustuncha to'qiymiz. To'rtinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustunchalar. Beshinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustuncha. Va oxirgi 6-chi ustunchamiz ustidan ham ikkita bir naketli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Demak, mana shu aylana joyida har bitta 6 ta ustunchamiz ustidan, har birining ustidan ikkitadan mana naketli ustunchalar bilan to'qib chiqdik. Demak, endi mana shu joyda ustunchalarimiz soni 12 ta bo'ldi. Mana endi ikkinchi yon tomonda ham har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Bu ustunchalarimiz soni 12 ta bo'lishi kerak. 1 2 3 4. Mana ikkinchi yon tomonda ham o'rtada 12 ta ustunchalar to'qib olindi. Yakka ustunchalar. Demak, qatorimiz oxirida mana ikkita zanjir qoldi. Ikkita ustunchamiz qoldi. Har birining ustidan biz ikkitadan naketli ustunchalar bilan to'qib qo'yamiz. Demak, mana birinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustuncha to'qidim. Oxirgi mana bu ustunchamiz ustidan ham ikkita ustunchalarni to'qib qo'yamiz. Mana endi qatorni ko'tarish uchun to'qigan mana shu joyda ikkita zanjirimiz bor. Mana shu ikkinchi zanjirimiz ichiga birlashtiruvchi petla bilan bu qatorimizni birlashtirib olamiz. Demak, mana ikkinchi qatorimiz ham tayyor bo'ldi. Endi uchinchi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Endi mana oldingi ikkinchi qatorda biz qo'sh ustunchalarni to'qigandik. Mana birinchi ustunchamiz ustidan ham mana ikkita ustuncha, keyingi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustuncha. Demak, jami hammasi bo'lib hozir bitta 4 ustunchalar bor. Endi mana shu har bitta ustunchalarimiz ustidan biz yana ikkitadan ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Demak, birinchi
ustunchamiz ustidan ham ikkita ustuncha, ikkinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustuncha, uchinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustunchalar to'qiladi va oxirgi mana bu 4-ustunchamiz ustidan ham ikkita ustunchalar to'qiladi. Mana demak har bitta mana shu 4ta ustunchalarimiz ustidan biz yana juft ustunchalarni to'qib chiqarib oldik, ikkitadan ustunchalar. Demak endi yana yon tomonida 12 ta ustunchalar, yakka ustunchalar to'qiladi. Demak har bitta ustunchalarimiz ustidan faqat bittadan nakilli ustunchalar bilan to'qiymiz. Bu yon tomonidagi ustunchalarimiz soni 12 ta bo'ladi. Mana keyingi aylana joyimizgacha biz 12 ta ustunchalarni to'qib chiqamiz. Mana bu aylana joyimizgacha mana o'rtadagi ustunchalarimizni to'qib chiqdim. Endi oldingi qatordan mana bu joyda ustunchalarni qo'shib olganimiz hisobiga hozir mana shu aylana joyida ustunchalarimiz soni 12 ta. Demak, biz hozir mana bu tarzda to'qib chiqamiz. Demak, birinchi ustunchamiz ustidan juft ustunchalar to'qiladi. Demak, ikkita juft degani bu ikkita ustunchalar degani. Mana demak, ikkita ustunchani to'qib chiqdim. Mana birinchi ustunchamiz ustidan, keyingi ustunchamiz ustidan faqat bitta ustuncha to'qiladi. Endi mana bu o'rtadagi 8 ta ustunchalarimizning har birining ustidan biz ikkitadan nakilli ustunchalarni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana birinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustuncha, ikkinchi ustunchamiz ustidan ham mana ikkita ustunchalarni to'qidim. Uchinchi ustunchamiz ustidan ham juft ustunchalar. To'rtinchi ustunchamiz. Beshinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustuncha to'qiladi. Bitta, ikkita. Keyingi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustunchalarni to'qiymiz. Demak, hozir aytib o'tganimdek, o'rtadagi 8 ta ustunchalarimizning har birining ustidan biz ikkitadan nakilli ustunchalarni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, hozir mana sanab ko'ramiz. Demak, mana birinchi ustunchamiz ustidan biz ikkita ustuncha to'qigandik, keyingisidan faqat bitta. Endi o'rtadagi 8 ta ustunchalarimiz ustidan, demak, ikkitadan ustunchalarni to'qidik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Demak, oxirgi 8-ustunchamiz ustidan biz yana ikkita ustunchalarni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana 8-ustunchamiz ustidan. Mana. Demak, o'rtadagi 8 ta ustunchalarimiz ustidan ikkitadan ustunchalarni to'qidik. Endi mana bu joyda keyingi ustunchamiz ustidan biz faqat bitta ustuncha to'qiymiz va oxirgi ustunchamiz ustidan ikkita ustunchalar yana to'qib qo'yiladi. Mana bu aylana joyida. Mana aylanasini to'qdik. Endi yon tomondagi ustunchalarimiz soni har doimgidek 12 ta. Demak, bu 12 ta ustunchalarimizni, yakka ustunchalarimizni to'qib chiqamiz. Mana yon tomondagi 12 ta ustunchalarimizni to'qidik. Endi qator oxirida mana 4 ta ustunchamiz qoldi. Mana shu har bitta ustunchalarimiz ustidan biz yana ikkitadan ustunchalarni to'qib qo'yamiz. Demak, mana birinchi ustunchamiz ustidan ikkita ustuncha, ikkinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustuncha, uchinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustuncha va oxirgi 4-ustunchamiz ustidan ham ikkita ustunchalarni to'qib qo'yamiz. Endi mana bu joyda qator boshida biz ikkita zanjir to'qiganmiz. Qatorni ko'tarish uchun mana shu ikkinchi zanjirimizga birlashtiruvchi petля bilan bu qatorimizni birlashtirib qo'yamiz. Mana 3 qator to'qib olindi. Mana penetkamizning tag qismi tayyor bo'ldi. Mana bu ustunchalarimiz soni hammasi bo'lib
63 ta chiqishi kerak. Sizlar ham albatta sanab ko'ringlar. Endi tag qismini o'lchab ko'ramiz. Demak, mana 10 cm. 3 oylikdan 6 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlarimizga bu penetka demak to'g'ri keladi. Mana endi tepa qismini to'qishni boshlaymiz. Mana biz bu birinchi qatorini oddiy tarzda to'qimaymiz. Mana bu tarzda to'qib chiqamiz. Demak, qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qiganimizdan keyin biz mana bu ustunchalarimiz ustidan to'qib chiqarmaymiz. Ustunchalarimiz orasidan to'qib chiqariladi. Demak, mana birinchi ustunchamiz orasidan krючогimizni o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va nakitsiz ustuncha bilan to'qib qo'yamiz mana. Keyingi ustunchamiz orasidan yana krючогimizni o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va nakitsiz ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana demak, mana krючогimizni ustunchamiz orasidan o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va bu ustunchamiz to'qib qo'yiladi. Mana shu tarzda aylanasiga har bitta ustunchalarimiz orasidan biz bittadan nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Yana bir bor aytib o'taman, ustunchalarimiz soni 63 ta bo'lishi kerak. Shunga ahamiyat beringlar. Mana tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu qatorning to'qilishi. Qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Endi biz och rangli ip bilan to'qiymiz keyingi qatorni. Mana bu to'q rangdagi ipni qirqmaymiz bizga. Bu ip hali kerak bo'ladi. Demak, mana bu qator boshida qatorni ko'tarish uchun to'qigan mana bu bitta zanjirimizning ichiga birlashtiruvchi petlar bilan birlashtirib qo'yamiz. Bu oq och rangli ip bilan bu birlashtiruvchi petlarimizni to'qib qo'yamiz. Endi to'qish jarayonida mana bu ortiqcha ipimizni yashirib ketamiz. Endi qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, xuddi mana shu zanjirimiz tagidan biz birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana zanjirimiz tagidan. Demak, bu birinchi ustuncha bo'ladi. Endi yana oddiy tarzda to'qishni davom ettiramiz. Har doimgidek ustunchalarimiz ustidan endi to'qib boriladi. Har bitta ustunchamiz ustidan bittadan nakitsiz ustunchalar bilan bir qator to'qib chiqamiz. Mana endi ustunchalarimiz orasidan emas, ustunchalarimiz ustidan har doimgidek to'qishni davom ettiramiz. Demak, qolgan joyini o'zlaring to'qib chiqasizlar. Qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Qator oxirigacha to'qib keldim. Birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi petlar bilan bu qatorimizni birlashtirib qo'yamiz. Mana endi biz keyingi qatorda mana bunday penetkamizning naqshini chiqarishimiz kerak bo'ladi. Demak, diqqat bilan e'tibor berasizlar. Demak, mana qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, xuddi mana shu zanjirimiz tagidan biz birinchi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Endi keyingi ustunchamizni biz to'q rangli ip bilan to'qiymiz. Mana keyingi ustunchamiz ustidan krючогimizni o'tkazib, to'q rangdagi ipimizni tortib chiqaramiz. Keyin esa sariq rangli ip bilan bu nakitsiz ustuncha bilan to'qib chiqaramiz. Mana. Endi keyingisi yana och rangli ip bilan to'qiladi mana. Mana bu ipimizni biz mana shu orqa tomoniga yashirib ketamiz. Demak, mana o'tkazib olamiz orqa tomoniga. Mana shu tarzda petlarni to'qib chiqarganimizdan so'ng nakitsiz ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Endi keyingi petlamiz yana to'q rangli ip bilan to'qiladi. Mana. Faqat bu ipimizni to'qib chiqarganimizdan so'ng och rangli ip bilan nakitsiz ustunchamiz to'qib qo'yiladi. Endi yana ipimizni mana bu tarzda krючогimiz ustidan o'tkazib, mana bu to'q rangdagi ipimizni mana krючоgi ustida turadi. Keyin esa mana shu och rangli ipimizni tortib chiqaramiz va ustunchamiz to'qiladi. Endi to'q rangli ipimiz bilan petlarimizni to'qiymiz, och rangli ip bilan ustunchamiz to'qiladi. Yana ko'rsataman mana yaqinroq. Demak, mana keyingi petlamiz ichidan krючогimizni o'tkazib, mana bu to'q rangdagi ipimiz krючогimiz ustida turadi. Och rangdagi ipimizni tortib chiqaramiz mana. Nakitsiz ustunchamiz to'qiladi.
Endi keyingi petyamizni biz to'q rangdagi ip bilan to'qib chiqaramiz. Mana. Mana. Faqat bitta petlasini o'zi to'qiladi, ustunchamiz esa och rangli bilan to'qiladi. Keyingi petyamiz yana och rangli bilan to'qiladi. Demak, mana bu ipimiz yana kurchok ustida turadi. Keyingina ipni tortib chiqaramiz va ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisi yana to'q rangli ip bilan to'qiladi. Och rangli ip bilan ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana. Mana shunday naqsh chiqadi shunda. Demak, yana bir bor ko'rsataman. Mana. Kurchogimizni o'tkazamiz ustunchamiz ustidan. Mana bu kul rangdagi ipimiz kurchogimiz ustida turgan holda och rangli ipimizni tortib chiqaramiz va ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Endi keyingisini to'qishda biz kul rangli ip bilan to'qiymiz. Och rangli ip bilan ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana, sizlar bu qatorning to'qilishi ham sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana shu tarzda aylanasiga to'qib chiqamiz. Qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Mana qator oxirigacha aylanasiga to'qib keldim. Endi birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz bu qatorimizni. Endi mana bu to'q rangli ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Mana bu qirqib olgan ipimizni orqa tomoniga yashirib ketamiz. Demak, endi keyingi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, xuddi mana shu zanjirimiz tagidan birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingi ustunchamiz mana bu joydan to'qib chiqariladi. Demak, mana bu joyda uchburchak naqshimiz bor, to'q rangli ip bilan to'qigan. Mana shu ustuncha, mana shu naqshimizning o'rtasidan kurchogimizni o'tkazib, nakitsiz ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingi ustunchamiz bu och rangli ip bilan to'qilgan ustuncha. Keyingisida esa biz mana bu uchburchak naqshimizning o'rtasidan kurchogimizni o'tkazib, nakitsiz ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana bitta oq rangli ip bilan to'qilgan ustunchamiz ustidan, keyingi ustunchamizni esa to'q rangli ip bilan to'qilgan mana bu naqshimiz ustidan to'qiladi. Yana och rangli ipimiz ustidan to'qib chiqaramiz. Keyin esa mana bu to'q rangli naqshimizning ustidan to'qib chiqaramiz. Keyingisi yana och rangli ustunchamiz ustidan, keyingisi esa mana bu uchburchak naqshimizning ustidan to'qib chiqariladi. Keyingisi yana oq rangli ip bilan to'qilgan ustunchamiz ustidan, keyingisi yana uchburchak naqshimizning ustidan to'qiladi. Mana shu tarzda bu qatorni to'qib chiqamiz. Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Endi birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz mana bu qatorimizni. Endi keyingi qator yana to'g'ri to'qiladi. Demak, qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, birinchi ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Keyin esa har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan nakitsiz ustunchalar bilan aylanasiga yana to'qib chiqamiz. Mana bu qatorimiz ham to'g'ri to'qiladi. Demak, o'zimiz mustaqil ravishda bu qatorni ham qator oxirigacha to'qib chiqamiz. Mana qator oxirigacha to'qib keldim. Birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz mana bu qatorimizni ham. Mana endi keyingi qatordan boshlab biz mana bu pinetkamizning uch qismidan ustunchalarni qisqartirib boramiz. Buning uchun biz o'rtadagi ustunchalarni ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana pinetkamizni mana bu tarzda ikki taxlab olamiz. Keyin esa mana shu o'rtadagi petladan boshlab hisoblaymiz. Bu tomonga ham 13 ta ustunchalarni ajratamiz, bu tomonga ham 13 ta ustunchalar ajratib olinadi. Demak, mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mana 13-chi ustunchamiz ustidan belgi qo'yib qo'yamiz. Mana endi mana shu ustunchamizdan boshlab
26 ta ustunchalarni o'rtadan hisoblaymiz. Demak, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Mana 26-chi ustunchamiz ustidan ham belgi qilib qo'yamiz. Mana shu o'rtadagi 26 ta ustunchalarimiz ichidan biz ustunchalarni qisqartirib borishimiz kerak bo'ladi. Mana endi biz hozir mana shu birinchi belgilab olgan joyimizgacha to'qib kelamiz. Menda mana shu o'rtada 18 ta ustunchalar. Demak, qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qiymiz. Birinchi ustunchamiz mana shu ustunchamiz tagidan to'qib chiqariladi har doimgidek. Demak, mana shu ustunchamiz birinchi ustuncha hisoblanadi. 18 ta ustunchalarni to'qiymiz. Mana shu birinchi belgilab olgan joyimizgacha. Mana belgimizgacha 18 ta ustunchalarni to'qib chiqdim. Endi bu belgimizni o'qiyamiz. Endi mana shu o'rtadagi 26 ta petalarimiz ichidan biz ustunchalarni qisqartirib boramiz. Demak, mana bu tarzda ustunchalar qisqartiriladi. Demak, mana birinchi ustunchamiz ustidan bitta petla to'qib chiqariladi. Keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta petla. Mana endi kurchukda 3 ta petla hosil bo'ldi. Mana shu 3 ta petladan bitta petla to'qib chiqariladi. Bitta ustuncha qisqartirib olindi. Endi keyingisidan ham bitta petla, yonidagi ustunchamizdan yana bitta petla, keyin esa kurchukdagi 3 ta petladan bitta petla to'qib chiqariladi. Yana birinchi ustunchamiz ustidan bitta petla, keyingi ustunchamiz ustidan bitta petla, kurchukdagi 3 ta petladan bitta petla to'qib chiqariladi. Bitta petla to'qiymiz, keyingisidan ham bitta. Endi 3 ta petladan bitta petla. Bitta, keyingisidan ham bitta. 3 ta petladan bitta. Bitta. Yana bitta. 3 ta petladan bitta petla to'qib chiqaramiz. Mana shu belgilab olgan joyimizgacha mana shu tarzda ustunchalar qisqartirib boriladi. Demak, hammasi bo'lib mana shu o'rtada 13 ta ustunchalar qisqartirib olinadi. Ustunchalarimiz soni hammasi bo'lib 63 ta edi. Demak, 13 tasini olib tashlasak, ustunchalarimiz soni 50 ta qoladi. Mana oxirida mana ikkita ustunchamiz qoldi. Belgimizni olib qo'yamiz. Mana shu birinchi ustunchamiz ustidan bitta petla va oxirgi ustunchamiz ustidan ham bitta petla, keyin esa kurchukdagi 3 ta petladan bitta petla to'qib chiqariladi. Mana dumaloq shaklga keltirildi. Mana endi qolgan ustunchalarimizni qator oxirigacha to'g'ri to'qib chiqamiz. Har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar to'qib chiqarildi. Demak, endi bu qatorda ustunchalarimiz soni 50 ta bo'ldi. Chunki o'rtada 13 ta ustunchalar qisqartirib olindi. Qator oxirigacha to'qib keldim. Birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana endi keyingi qator to'g'ri to'qiladi. Mana bu joyda qisqartirmaymiz, ustunchalarni to'g'ri to'qib chiqamiz. Har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan. Har doimgidek mana shu to'qigan zanjirimizdagidan birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyin esa har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan aylanasiga to'g'ri to'qiladi. Hech qaysi joyda qisqartirmaymiz. Mana bu qatorni ham to'qib birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib oldim. Endi mana bu joyda biz 16 ta ustunchalarni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, har doimgidek zanjirimizdagidan birinchi ustunchamiz to'qiladi. Demak, 1 2 3 15 16. Mana 16 ta nakitsiz ustunchalarni to'qidik. Endi keyingi ustunchamiz bu yarim ustuncha bo'ladi mana.
bitta nakit ilib olamiz. Ustunchamiz ustidan petlarni chiqarib olganimizdan so'ng mana ko'chugida 3 ta petla hosil bo'ladi. Mana shu 3 ta petlamiz ichidan ipimizni tortib chiqaramiz. Mana shu yarim ustuncha bo'ladi. Keyingi ustunchamiz bu bir nakitli ustuncha. Mana endi keyingi ustunchalarimiz orasidan biz yana ustunchalarni qisqartirib borishimiz kerak bo'ladi. Bitta nakit ilib olamiz. Birinchi ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng mana ko'chugida 3 ta petla hosil bo'ldi. Boshidagi 2 ta petlamiz ichidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng mana shu holda qoldiriladi. Yana bitta nakit, keyingi ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqaramiz. Mana endi 4 ta petla hosil bo'ldi. Boshidagi 2 ta petlamiz ichidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng ko'chugida 3 ta petla hosil bo'ladi. Mana oxirida mana shu 3 ta petladan bitta petla to'qib chiqaramiz. Demak, bitta ustuncha qisqartirib olindi. Endi keyingi qisqartirishlar bu uzun ustunchalar bilan bo'ladi. Diqqat bilan e'tibor berasizlar. Demak, bitta nakit ilib olganimizdan so'ng birinchi ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqaramiz. Mana ko'chugida 3 ta petla hosil bo'ldi. Ipimizni birinchi petlamiz ichidan chiqarib olamiz. Keyin esa 2 ta petladan mana. Endi mana shu holda qoldiriladi. Oxirigacha to'qilmaydi. Yana bitta nakit ilib olamiz. Keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta petla to'qib chiqariladi. Mana ko'chugida 4 ta petla hosil bo'ldi. Endi birinchi petlamiz ichidan chiqaramiz. Keyin esa 2 ta petla ichidan chiqaramiz ipimizni va oxirida 3 ta petladan chiqarib olamiz. Mana uzun ustunchalarimiz mana shu tarzda to'qiladi. Demak, 2 ta ustunchadan bitta ustuncha to'qib oldik. Keyingi ustunchalarimiz ham xuddi mana shu tarzda qisqartirib olinadi. Bitta nakit, birinchi ustunchamiz ustidan bitta petla to'qib chiqaramiz. Ko'chugida mana 3 ta petla hosil bo'ldi. Ipimizni birinchi petlamiz ichidan chiqaramiz, keyin esa 2 ta petladan. Mana shu holda qoldiriladi. Bitta nakit, keyingi ustunchamiz ustidan bitta petla to'qib chiqariladi. Mana 4 ta petla hosil bo'ldi. Ipimizni birinchi petlamiz ichidan chiqaramiz, keyin esa boshidagi 2 ta petladan chiqaramiz va oxirida mana 3 ta petla qoldi. Mana shu 3 ta petladan bitta petla to'qib chiqariladi. Mana 2 marta uzun ustunchalar bilan qisqartirib oldik. Boshida bitta bir nakitli ustunchalar bilan qisqartirdik. Keyingi 2 ta qisqartirish esa uzun ustunchalar bilan bo'ldi. Endi xuddi mana shu uzun ustunchalar bilan biz yana 4 marta petlalarni, ustunchalarni qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Hammasi bo'lib o'rtada 6 ta uzun ustunchalar bilan qisqartirib olamiz. Demak, mana yana bitta nakit. Yana bir bora sekin-astalik bilan ko'rsataman. Demak, mana birinchi ustunchamiz ustidan bitta petla to'qib olganimizdan so'ng ipimizni birinchi petla ichidan chiqaramiz, keyin esa 2 ta petladan. Oxirigacha to'qilmaydi, mana shu holda qoldiriladi. Yana bitta nakit. Keyingi petlamiz, ustunchamiz ustidan yana bitta petla to'qib chiqariladi. Mana ko'chugida 4 ta petla hosil bo'ldi. Birinchi petlamiz ichidan chiqaramiz, keyin esa 2 ta petladan va oxirida 3 ta petladan bu ipimizni chiqarib oldik. Mana uzun ustunchalar bilan 3 marta qisqartirib oldik. Endi yana 4-tinchisi. Demak, azizlar, bu qisqartirishlar sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Uzun ustunchalar bilan qisqartirish. Demak, yana biz hozir 3 marta uzun ustunchalar bilan petla ustunchalarni qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana demak 1, 2, 3, 4 marta qisqartirdik. Endi yana bu 5-inchisi. Kamera orqali biroz to'qish qiyin, shuning uchun sal qiyinroq bo'lyapti. Mana bu 5-inchisi va oxirgi 6-inchisi. Oxirgi mana shu uzun ustuncha bilan qisqartirishni yana bir bor ko'rsataman. Demak, bitta nakit ilib olganimizdan so'ng birinchi ustunchamiz ustidan bitta petla,
Keyin esa birinchi petlamiz ichidan ipni tortib chiqaramiz. Mana keyin esa ikkita petladan mana shu holda qoldiriladi, oxirigacha to'qilmaydi. Bitta nakit va keyingi ustunchamiz ustidan bitta petla to'qib chiqaramiz. Mana krючокda 4 ta petla hosil bo'ldi. Demak, yana boshidagi bitta petladan, keyin esa boshidagi ikkita petladan va oxirida 3 ta petladan. Mana. Demak, o'rtada uzun ustunchalar bilan biz 6 marta ustunchalarni qisqartirib oldik. Boshida esa bir nakitli ustuncha bilan faqat bir marta ustunchani qisqartirib oldik. O'rtadagi 6 ta ustunchalarimiz esa bu uzun ustunchalar bilan qisqartirib olindi. Demak, endi bu tomonda ham bir nakitli ustuncha bilan bir marta ustunchamizni yana qisqartirib olamiz. Demak, mana bitta nakit ilib olganimizdan so'ng birinchi ustunchamiz ustidan bitta petla to'qib chiqaramiz. Krючокdagi boshidagi ikkita petladan chiqarib olganimizdan so'ng mana shu holda qoldiriladi. Yana bitta nakit. Keyingi ustunchamiz ustidan bitta petla to'qib chiqaramiz. Endi yana boshidagi ikkita petladan va krючокdagi 3 ta petladan bitta petla to'qib chiqariladi. Mana demak, mana shu joydan bir nakitli ustuncha bilan bir marta petlani qisqartirib oldik. Mana bu joyda boshda ham bir nakitli ustuncha bilan bir marta. O'rtada esa uzun ustunchalar bilan 6 marta biz ustunchalarni qisqartirib oldik. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu qisqartirishlar. Demak, endi mana bu joyda bitta bir nakitli ustuncha to'qiymiz, bitta yarim ustuncha to'qiladi. Endi qolgan ustunchalarimiz hammasi yana nakitsiz ustunchalar bo'ladi. Qatorimiz oxirigacha mana shu nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. 41, 42. Mana demak, mana bu o'rtada ustunchalarimizni qisqartirganimizga bu qatorda ustunchalarimiz soni 42 ta qoldi. Birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib olamiz. Endi keyingi qatorimiz yana to'g'ri to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, birinchi zanjirimiz tagidan birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana qolgan ustunchalar to'g'ri to'qiladi. Har bitta ustunchamiz ustidan bittadan nakitsiz ustunchalar bilan aylanasiga to'qib chiqamiz. Mana bir qator to'g'ri nakitsiz ustunchalar bilan aylanasiga to'qib chiqdim. Endi yana bir bora mana shu 3 qismida biz qisqartirishni bajaramiz. Demak, qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, har doimgidek mana shu zanjirimiz tagidan biz birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Endi mana bu joyda 14 ta ustunchalarni to'qib boramiz. Birinchisini to'qidim. 1 2 3 4 13 14. Mana 14 ta ustunchalarni to'qidim. Endi yana keyingi ustunchamiz bu yarim ustuncha bo'ladi. Faqat bitta yarim ustuncha to'qiladi. Keyin esa bitta bir nakitli ustuncha to'qiladi. Mana endi biz yana ustunchalarni qisqartirib olamiz. Demak, birinchi ustunchamiz keyingi ustunchalarni qisqartirishda biz bir nakitli ustunchalar bilan bajaramiz. Demak, yana mana bir bora ko'rsatib o'taman. Birinchi ustunchamiz ustidan bitta petla to'qib chiqarganimizdan so'ng krючокdagi boshdagi ikkita petladan chiqaramiz. Mana shu holda qoldiriladi. Yana bitta nakit. Keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta petla. Krючокda 4 ta petla hosil bo'ldi. Mana ipimizni birinchi boshdagi ikkita petladan, keyin esa 3 ta petladan chiqaramiz. Mana bir nakitli ustuncha bilan faqat bir marta mana qisqartirib oldik. Endi o'rtada biz yana uzun ustunchalar bilan qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. 4 marta mana shu uzun ustunchalar bilan qisqartiramiz. Demak, bitta nakit ilib olganimizdan so'ng birinchi ustunchamiz ustidan bitta petla to'qib chiqariladi. Keyin esa birinchi petlamiz ichidan, keyin ikkita petladan mana shu holda qoldiriladi. Yana bitta nakit, keyingi petlamiz ichidan, keyingi ustunchamiz ustidan bitta petla, yana boshidagi birinchi petlamizdan, keyin esa boshidagi ikkita petladan va oxirida 3 ta petladan mana uzun ustuncha bilan bir marta qisqartirib oldik. Endi yana bitta nakit, birinchi ustunchamiz ustidan bitta petla, krючокdagi birinchi petladan, keyin esa ikkita petladan mana shu holda qoldiramiz. Bitta nakit,
Keyingi ustunchamiz ustidan yana bitta petla to'qib chiqaramiz. Boshidagi bitta petladan, keyin esa ikkita petladan va oxirida 3 ta petladan. Mana ikkinchi uzun ustuncha bilan qisqartirib oldik ikkinchi marta. Demak, uchinchi bor yana mana shu tarzda qisqartiramiz. Mana 3-marta va oxirgi 4-marta mana shu uzun ustunchalar bilan qisqartirishni bajaramiz. Mana birinchi boshidagi birinchi petlamizni ichidan chiqaramiz. Keyin esa ikkita petladan va oxirida 3 ta petladan. Mana o'rtada 4 marta uzun ustunchalar bilan qisqartirib oldik. Boshida esa bir nakidli ustuncha bilan faqat 1 marta. Endi bu joyda ham 1 marta mana shu bir nakidli ustuncha bilan qisqartirib olamiz. Demak, bir nakidli ustuncha bilan qisqartirish mana bu tarzda bo'ladi. Mana birinchi ustunchamiz ustidan bitta petla chiqarib olganimizdan so'ng boshidagi ikkita petladan mana shu holda qoldiramiz. Keyingi ustunchamiz ustidan yana bitta petla to'qib chiqariladi. Mana endi bir joyda 4 ta petla hosil bo'ldi. Boshidagi ikkita petladan, keyin esa 3 ta petladan. Mana bir nakidli ustuncha bilan bu tomondan ham 1 marta qisqartirib oldik. Endi keyingi ustunchamiz bir nakidli ustuncha bo'ladi. Keyingisi esa yarim ustuncha bo'ladi. Mana. Endi qolgan ustunchalarimizni yana nakidsiz ustunchalar bilan to'qib qo'yamiz qatorimiz oxirigacha. Mana qator oxirigacha to'qib keldim. Endi bu qatorda mana bu joyda ustunchalarimizni qisqartirganimiz hisobiga bu qatorda ustunchalarimiz soni 36 ta qoldi. Demak, birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib olamiz. Keyingi qatorimiz yana to'g'ri to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Zanjirimizdagidan birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana, demak, yana bir qator to'g'ri to'qib olinadi. Har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan bir nakidli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana bir qator yana to'g'ri nakidsiz ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Bu qatorda endi biz bir nakidli ustunchalar bilan to'qishni davom ettiramiz. Bir qator mana shu bir nakidli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Keyin esa keyingi ustunchamiz ustidan birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingisidan keyingi ustuncha to'qiladi. Mana har bitta ustunchamiz ustidan endi bu qatorda bir nakidli ustunchalar to'qib chiqiladi. Yana bir bor eslatib o'taman, bu qatorda shu ustunchalarimiz soni 36 ta qolgan. Har qatorda iloji boricha sanab to'qishga harakat qilinglar. Mana demak, bir nakidli ustunchalar bilan bir qator to'qiymiz. Mana qator oxirigacha to'qidim. Endi qatorimiz boshida to'qigan ikkita zanjirimizning ikkinchisiga birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz bu qatorimizni. Keyingi qatorni to'qish uchun, ko'tarish uchun ikkita zanjir. Endi biz bu qatorda qabariq va yassi ustunchalar bilan to'qishni davom ettiramiz. Demak, ko'rsatib o'taman. Mana bu ustunchalarimiz, mana bu ustunchalarimiz ustidan emas, ustunchalarimiz orasidan to'qib chiqariladi. Demak, mana birinchi ustunchamiz orasidan krючогimizni o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz. Keyin esa bu bir nakidli ustuncha to'qiladi. Yana bitta nakid. Keyingisi esa mana bu to'qimamizning orqa tomonidan mana krючогimizni o'tkazib, keyingi ustunchamiz orasidan krючогimizni o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va bu ustunchamiz to'qiladi. Bitta nakid. Keyingisi yana to'qimamizning old tomonidan ustunchamiz orasidan o'tkazilib to'qiladi. Keyingisi esa to'qimamizning orqa tomonidan krючогimizni mana o'tkazib, ustunchamiz orasidan o'tkazib, bu ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Demak, bitta
mana bu to'qimamizning old tomonidan to'qiladi ustunchamiz. Bitta esa to'qimamizning orqa tomonidan krючогimizni o'tkazib to'qib chiqaramiz. Demak, bu ustunchalarimiz ustidan emas, ustunchalarimiz orasidan to'qib chiqariladi mana. To'qimamizning orqa tomonidan ustunchamiz orasidan krючогimizni o'tkazib ipni tortib chiqaramiz. Keyingi ustunchamizni to'qishda esa mana bu to'qimamizning old tomonidan mana ustunchamiz orasidan o'tkazib ipni tortib bu ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Qator oxirigacha to'qidim. Endi mana bu qatorimiz boshida to'qigan ikkita zanjirimizning ikkinchisiga birlashtiruvchi petля bilan birlashtirib qo'yamiz. Endi keyingi qatorni to'qiymiz. Keyingi qatorimiz ham xuddi oldingi qatordagidek to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Yana mana bu birinchi ustunchamiz orasidan krючогimizni o'tkazib, bu ustunchamiz to'qib chiqariladi. Keyingi ustunchamiz esa to'qimamizning orqa tomonidan krючогimizni o'tkazib, mana ustunchamiz orasidan ipni tortib to'qib qo'yamiz. Keyingisi yana to'qimamizning old tomonidan mana krючогimizni o'tkazib, bu ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingisi esa to'qimamizning orqa tomonidan ustunchamiz orasidan o'tkazilib to'qiladi mana. Qatorni ham qolgan joyini o'zimiz mustaqil ravishda to'qib chiqamiz. Mana qator oxirigacha to'qib, birlashtiruvchi petля bilan birlashtirib qo'ydim. Mana endi keyingi qatorni biz to'q ranglik bilan to'qishni davom ettiramiz. Demak, mana bu ipimizni qirqmaymiz. Bizga bu ip hali kerak bo'ladi. Demak, qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Endi biz bu pinetkamizni mana bu tarzda aylantirib ipimizni bu tomonga o'tkazib olamiz. Demak, mana birinchi zanjirimizni to'qidim. Endi biz hozir bu qatorda ustunchalarimizni mana bu joyda petyalarimiz bor. Bu petlalarimizning ikkitadan devorchalari bor mana. Bitta, ikkita. Biz faqat bitta devorchasini ilib bir qator to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ikkala devorchasi ustidan emas, faqat bitta mana orqa devorchasini ilib biz bu ustunchalarni to'qib chiqamiz. Demak, mana bu joyda yaqinroq ko'rsataman. Mana demak, mana bu joyda petlyamiz bor. Mana shu petlyamizning orqa devorchasi mana bu old devorchasi emas, orqa devorchasini ilib ipimizni tortib chiqaramiz va nakitsiz ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Yana ko'rsataman. Mana bu joyda old devorchasi, mana bu esa orqa devorchasi. Mana shu orqa devorchasini ilib ipimizni tortib chiqaramiz va nakitsiz ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingi mana petlyamizni faqat bitta devorchasini ilib ipni tortib va ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana bu ipimizni yashirib ketamiz. Demak, yana bir bor ko'rsatib o'taman. Mana orqa devorchasini ilib ipni tortib, keyin esa nakitsiz ustuncha to'qiladi. Mana bu bir qatorimiz faqat mana shu tarzda to'qiladi. Orqa devorchasini ilib to'qib chiqamiz. Qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Qator oxirigacha to'qib keldim. Birinchi zanjirimizga birlashtiruvchi petля bilan birlashtirib qo'yamiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Mana endi yana to'g'ri, har doimgidek to'g'ri to'qishni davom ettiramiz. Mana shu to'qigan zanjirimiz tagidan birinchi ustunchamizni to'qiymiz. Mana endi ikkala devorchasini ilib, bu ustunchalar yana har doimgidek to'qib boriladi. Ikkala devorchasini ham mana petlyamizdagi ikkala devorchasini ilib bu qatorni to'qib chiqamiz. Mana demak to'g'ri to'qiladi. Mana shu qatorni oxirigacha to'qiysizlar. Keyingi qator ham xuddi mana shu tarzda to'g'ri nakitsiz ustunchalar bilan yana to'qib olinadi. Keyingi qatorda sizlar bilan yana uchrashamiz. Demak, mana bir qator, keyin yana ikkinchi qator. Uchinchi qatorda sizlar bilan yana uchrashamiz. Mana ikki qator to'g'ri to'qib chiqdim. Endi bu qatorda biz yana mana bu naqshimiz bilan to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qiymiz. Mana shu zanjirimiz tagidan biz birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz.
Endi keyingi ustunchamiz ustidan krючогimizni o'tkazganimizdan so'ng och rangli ipimiz bilan och rangli ipimizni mana shu ustunchamiz ustidan tortib chiqaramiz va to'q rangli ip bilan bu ustuncha to'qiladi. Keyingi ustunchamiz ustidan krючогimizni kirgizamiz. Mana bu och rangli ipimiz mana shu krючок ustida turishi kerak. To'q rangli ipimizni tortib chiqaramiz va nakitsa ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Keyingi ustunchamiz ustidan krючогimizni kirgizib, och rangdagi ipimizni tortib chiqaramiz va to'q rangli ip bilan bu ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingi ustunchamiz ustidan krючогimizni o'tkazganimizdan so'ng och rangli ipimiz mana shu krючок ustida turishi kerak. To'q rangli ipimizni tortib chiqaramiz. To'q rangli ipimizni tortib chiqaramiz va nakitsa ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingi petlamiz bu och rangli petla bo'ladi. Keyingisi esa bu to'q rangli petla bo'ladi. Keyingi petlamiz yana och rangli petla. Keyingisi to'q rangli petla. Mana bu joyda to'qilishini ko'rsatgandim, shuning uchun qolgan joyini o'zimiz mustaqil ravishda to'qib chiqamiz. Mana qator oxirigacha to'qib, birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib oldim. Keyin esa och rangli ipni qirqib oldim. Endi to'qish jarayonida mana shu ipimizni yashirib ketamiz. Demak, qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, mana shu zanjirimiz tagidan birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingi ustunchamiz mana bu uchburchak naqshimiz ustidan to'qib chiqariladi. Keyingi ustunchamiz mana bu to'q rangli ip bilan to'qilgan ustunchamiz ustidan to'qiymiz. Keyingisi esa mana bu uchburchak naqshimiz ustidan to'qib chiqariladi. Keyingisi esa yana mana bu to'q rangli ustunchamiz ustidan to'qiladi. Keyingisi yana mana bu uchburchak naqshimizning ustidan to'qib chiqariladi. Yana to'q rangli ustunchamiz ustidan to'qib chiqaramiz. Keyingisi esa mana bu uchburchak naqshimiz ustidan. Mana bu qatorimiz to'qilishi mana shu tarzda bo'ladi. Mana qator oxirigacha to'qib, birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib olganimdan so'ng ipni ham qirqib oldim. Orqa tomoniga bu ortiqcha ipimizni yashirib qo'yamiz. Mana izlar, penyetkamiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganlaringdek, to'qish unchalik ham qiyin emas. Qadrli to'quvchilar, bugungi videomiz ham nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling.